27 bob. Tong etishi bilanla bütün oliy ruhoniylar bilan xalq oqsoqollari maslahatlashib, Hazreti Aysoni o'limga mahkum qildirish uchun bog'lab, vali Pilatusga topshirib berdi. Hazreti Aysoga sotqinlik qilgan Yahuda Hazreti Aysoning o'limga mahkum qilinganligini ko'rib, o'z qilmishiga pushaymon qildi va oliy ruhoniylar bilan oqsoqollarga 30 kumush tangini qaytirib berib, "Men begunoh bir jonga zomin bo'lib, gunoh o'tkazdim" dedi. "Bu sening ishing, bizning nima korimiz?" deyishdi ular. Yahuda pullarni ibodatxonaning ichiga chechib etdi va u yerdan chiqib, esilib o'lib oldi. Pullarni yig'ib olgan oliy ruhoniylar qon to'kish uchun to'langan bu tangilarni ibodatxonaning g'aznasiga qo'yish harom deyishdi. Ular o'zaro maslahatlashib, bu pullar bilan yoqi yurtlarga mozorlik qilish uchun xundamchining bir parcha yerini setib oldi. Shuning uchun bu yer hozirgacha qonliq yer deb otilib kelmoqda. Bu voqea orqali Yeremiya payg'ambar tarafidan burun aytilgan mo'nu so'zlar amalga oshirildi. Ular İsrail xalqining uning uchun belgilgan bahosini, ya'ni 30 kumush tangini elishdi va Parvardigor menga amr qilgandek xumdonchining yerini setib olishga xajlashdi. Hazreti Ayso valining oldiga keltirildi. Vali uningdan, "Sen Yahudilarning podshoyimi?" deb so'radi. "Aytganingizdek", dedi Hazreti Ayso. Oliy ruhoniylar va oqsoqollar uning ustidan shikoyat qilganda, u bir ig'izmi javob bermadi. Buning bilan Pilatus uningga, "Sening ustingdan qilingan shuncha ko'p shikoyatlarni olmayyotamsan", dedi. Biroq Hazreti Ayso ularning birigimi javob bermadi. Vali buniga intayin hayron qoldi. Har qitimliq o'tib ketish yetida vali odati bo'yicha xaloyiq talab qilgan bir mahbusni qo'yib beradi. Ayni vaqtda Barabbos ismli nomi chiqqan bir mahbus zindonda edi. Xalq bir yerga jam bo'lganda Pilatus ulardan, "Sizlar uchun kimni qo'yib berishimni talab qilasizlar? Barabbosnimi yoki Masih deb atalgan Aysonimi?" deb so'radi. Pilatus oliy ruhoniylar va oqsoqollarning Hazreti Aysoga hasadxo'rlik qilib, uni o'ziga topshirib berganligini biladi. Pilatus so'roq munbirda o'tirganda ayoli uningga, "U begunoh odamga tegmang. U tunigun kecha tushimga kirib ko'p azoblandim" deb xabar avatdi. Oliy ruhoniylar va oqsoqollar bo'lsa, xalqni kushkirtib, vali Pilatusdan Barabbosni qo'yib berishni va Hazreti Aysoni o'limga mahkum qilishni talab qildirdi. Vali ulardan yana, "Sizlar uchun bu ikkisining qaysisini qo'yib berishini talab qilasizlar?" deb so'rdi. "Barabbosni", deyishdi ular. "Undaq bo'lsa, Masih deb atalgan Aysoni qandaq bir talab qilay?" dedi Pilatus. Hammaylar bir ig'izdan, "Uni krestga mixliting", deyishdi. Pilatus, "Nemishqa? U zodi nima jinoyat o'tkazibdi?" deb so'rdi. Biroq ular texmi qattiq vaqirishib, "Uni krestga mixliting" deb turaverishdi. Pilatus yani so'zlashning ahamiyatsiz ekanligini, bo'lmasa qalaymiqanchilik chiqadiganligini ko'rib, suv elib ko'pchilikning oldida qo'lini yug'ach, "Bu odamning qiniga men javobgar emas. Bu ishqa o'zinglar mas'ul bo'linglar", dedi. Bütün xalq bir ig'izdan, "Uning qinining javobgarligi bizning va bolarimizning ustida bo'lsin", deyishdi. Buning bilan Pilatus Barabbosni ularga chiqarib berdi. Hazreti Aysoni bo'lsa, qamchilatgandan keyin krestga mixlash uchun lashkarlariga topshirdi. Keyin lashkarlar Hazreti Aysoni vali o'rtasidagi bir saynoga elib kirib, bütün lashkarlar to'pini bu yerga yig'di. Ular
Hazreti Aysoni yalang'ochlab, uchisiga shahona so'sin rangli to'n kiydirishdi. Tikan shoxlarini o'rib bir toj yasab, beshiga kiydirdi va o'ng qo'liga bir qo'mishni tutqizdi. Ondan uning oldiga tizilib, "Yoshsun, Yahudiylarning podshohi!" deb mazoq qilishdi. Uningga tukirishdi. Qo'mishni ilib, uning beshiga urishdi. Uni mana shundoq mazoq qilgandan keyin to'nni soldirib, uchisiga o'z kiyimlarini kiydirdi va kresga mixlash uchun elib minishdi. Ular tashqariga chiqqanida Kirini shaharlik Simon ismli bir kishini uchirtib, Hazreti Ayso yutib mangan kresni uningga majburiy ko'targizdi. Ular Golgota, ya'ni bosh so'ngak degan yerga kelganda, Hazreti Aysoga ichish uchun doğru arashtirilgan sharob berdi. Lekin Hazreti Ayso uni tetib ko'rib, ishkili unimidi. Lashkarlar Hazreti Aysoni kresga mixlagandan keyin chak tashlashib, kiyimlarini bo'lishib oldi. Ondan keyin u yerda o'ltirib, navbatchilik qildi. Ular Hazreti Aysoning beshining yuqori tarafiga "Bu Yahudiylarning podshohi Ayso" deb yozilgan bir gunoh taxtasini osdi. Hazreti Aysodan boshqa ikki qaroqchimi kresga mixlangan bo'lib, biri uning o'ng yendiki, yana biri sol yendiki kresda edi. U yerdan o'tganlar boshlarini chayqishib, Hazreti Aysoni haqoratlab, "Qani, sen ibodatxonani buzib tashlab, 3 kunda qaytadan yasab chiqadigan odam eding-ku. Endi o'zingni qutqizg'ina. Xudoning o'g'li bo'lsang, kresdan tushib boqqin" deyishdi. Oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollarmi uni shundoq maskara qilib, boshqalarni qutqizibdikan, o'zini qutqiza olmadi. İsraillarning podshohiymiş texi. Endi kresdan tushib boqsin-chu, ondan uningga e'tiqod qilayli. O Xudoga ishlatdi. Xudo uni azizlasa, qutqizib boqmasinmi? Chunki u "Men Xudoning o'g'li" degan edi, deyishdi. Hazreti Ayso bilan billa kresga mixlangan qaroqchilarmi uni shundoq haqoratlashdi. Tush vaqti soat 12 dan soat 3 gacha butun zaminni qorong'ulik bosdi. Soat 3larda Hazreti Ayso yuqori ovoz bilan "Yeli, yeli, lama shavaqtani", ya'ni "Xudoyim, Xudoyim, meni nemishq tashlab etding" deb vaqirdi. U yerda turganlarning ba'zilari buni xato anglab, "Bu odam İlyas payg'ambarga murojaat qilyapti" deyishdi. Ularning ichidan biraylan darhol yugurib berib, bir parcha bulutni akeldi. Ondan uni arzon uzum sharobiga chilab, qo'mishning uchiga bog'lab, Hazreti Aysoga ishkizmoqchi bo'ldi. Boshqalar, "To'xtab turinglar, qarab boqayli. İlyas payg'ambar kelib uni qutqizib qolarmikin" deyishdi. Hazreti Ayso qattiq ovoz bilan yana bir vaqirdi-da, jon berdi. Shu vaqtda markaziy ibodatxonadagi parda yuqoridan tövanga 2 parcha bo'lib yirtildi. Zemin silkinib, toshlar yerilib, qabrlar ochildi. Hazreti Ayso tirilgandan keyin burun olamdan o'tgan bir muncha taqvodor odamlar tirildi. Ular qabrlardan chiqdi va muqaddas shahar Yerusalimga kirib, u yerda nurg'un kishilarga ko'rindi. Hazreti Aysoni ko'zat qilayotgan yuzbeshi va lashkarlar zeminning silkinishi va boshqa hodisalarni ko'rib, intoyin qo'qishgan holda, "U haqiqatan Xudoning o'g'li ekan" deyishdi. U yerda yana voqeani yiroqdan ko'rib turgan bir muncha ayollar bor edi. Ular Hazreti Aysoga xizmat qilish uchun Galiliya o'lkasidan uningga ergishib kelgan edi. Ularning orasida Bajdallik Maryam, Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam, Zabadiyning o'g'illarining onasimi bor edi. Kun petishga yaqin Aramatiyalik Yusuf ismli bir boy keldi. U mu
Hazreti Aysoning shogirdlaridan edi. U vali Pilatusning oldiga berib, Hazreti Aysoning jasadini talab qildi. Pilatus jasadni uningga berishga amr qildi. Yusuf jasadni elib, pokiz kendi rəxt bilan o'rab, kepanlidi va uni o'zi uchun qiyoda o'ydirgan yangi qabriga qo'ydi. Ondan qabrining og'ziga yo'g'on bir qo'ram toshni do'miltib qo'yib, ketib qoldi. Majdallik Maryam bilan yana bir Maryam bo'lsa, u yerda qabrining uddilida o'ltirishdi. Dam ilish kunining harpisi o'tgan edi. Uning atsi oliy ruhaniylar bilan parisilar vali Pilatusning oldida jam bo'lishib, "Janoblari, Aysoning hayot vaqtida men o'lib, 3-kuni tirilaman degini esimizda. Shuning uchun qabrni 3-kunigacha qo'g'dash uchun amr bergaysiz. Unda qilmaganda shogirdlari kelib jasadni o'g'irlab ketib, xalqqa u o'limdan tirildi deyishi mumkin. U ig'vogarchilik oldinqisidanmi battar bo'ladi" deyishdi. Pilatus ularga "Qo'g'dug'uchi lashkar elib berib, qabrini qurbonlarni yetishcha qo'g'danglar" dedi. Bular lashkarlar bilan birga berib, toshni pechatlab, qabrini muhofizat ostiga oldi.